Yoshlar oyligi doirasida O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi Vatanparvar tashkiloti Markaziy kengash raisi kubogi uchun Shunqorlar harbiy sport o'yinlarining respublika bosqichi o'tkazildi. Chirchiq dala o'quv maydonida bo'lib o'tgan final bosqichida respublikamizning turli hududlaridan kelgan 14 ta jamoa ishtirok etdi. Musobaqaning harbiy vatanparvarlik blokida jamoa a'zolarining O'zbekiston tarixi va harbiy vatanparvarlik yo'nalishlaridagi bilimlari sinovdan o'tkazildi. Shuningdek, saf qo'shig'i hamda biz bir jamoamiz ko'rik tanlovlari ham tashkil etildi. Harbiy amaliy ko'p kurash bellashuvida ishtirokchilar pnevmatik quroldan o'q otish, o'quv granatasini uzoq masofaga uloqtirish va harbiylashtirilgan estafeta bo'yicha o'zaro bellashdilar. Harbiylashtirilgan estafeta jarayonida yoshlar avtomatni qismlarga ajratish va qayta yig'ish, shuningdek, gaz niqobini kiygan holda belgilangan masofaga yugurish kabi shartlarni bajarishdi. Bu yil ham har yilgidek yoshlarimiz juda katta qiziqish bilan ishtirok etishib, tuman bosqichidan boshlab to respublika bosqichiga qadar barcha yoshlar haqiqatan ham g'alaba uchun kurashib, o'zini hududi, o'zini tuman yoki viloyatlarini sha'ni uchun uni nomini butun respublikaga, kerak bo'lsa dunyoga tanitish uchun harakat qilishdi. Bu yil o'tkazgan Shunqorlar harbiy sport o'yinlarimizda biz asosiy e'tiborni duatlon va o'q otish sportlariga qaratdik. Sababi bu tashkilotimizni yana bir jihatdan mazmunni keltirib chiqaradigan, mudofaaga ko'maklashuvchi jihatlarini ko'proq ochib beradi. Sport blokida esa duatlon, 100 metrga yugurish va turnikda tortilish bo'yicha musobaqalar o'tkazildi. Bellashuvlar davomida yoshlarning g'alabaga bo'lgan kuchli intilishi, shijoati, matonati hamda harbiy xizmatga qiziqishi yaqqol namoyon bo'ldi. Do'stona ruhda shu bilan birga keskin va murosasiz kechgan Shunqorlar harbiy sport o'yinlarining respublika bosqichida Toshkent viloyati jamoasi g'oliblikni qo'lga kiritib, O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi Vatanparvar tashkiloti Markaziy kengash raisi kubogi sohibiga aylandi. Ikkinchi o'rin Navoiy viloyati jamoasiga, uchinchi o'rin esa Andijon viloyati jamoasiga nasib etdi. G'olib va sovrindor jamoalar a'zolari diplom va qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlandi. E'tiborlisi 3 kun davom etgan mazkur musobaqa yakunlariga ko'ra joriy yilda yana 7 nafar yigit-qiz sportning 3-razryadiga sazovor bo'ldi. Ta'kidlash joizki, respublika miqyosida an'anaviy tarzda o'tkazilib kelinayotgan Shunqorlar harbiy sport o'yinlari vatanparvarlik oliy maqsadimiz g'oyasi ostida yoshlarni birlashtirish, ularda vatanparvarlik tuyg'ularini mustahkamlash hamda harbiy xizmatga bo'lgan qiziqishni yanada oshirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Dinora Rahimova, Jahongir Qosimov, yoshlar.